muxlislarimiz bizdan yana bir narsa kutishyapti. Nima ekan? Hozir yosh ijodkorlar desak bo'ladi. Yosh ijrochilar bular. Keling, Yosh san'atkorlar. musiqiy bilimini tekshirib ko'rsak. Qanday qilib ekan? Masalan, deylik, fan biluvchilar ulardan ko'proq o'sha fan darsliklaridan savol-javob qilasiz. Qani, deylik, tilchi bo'lsa, ot, sifat nima, kesim nima deyishingiz mumkin. Tarixchilardan tarix totasi kim deyishingiz mumkin yoki bronza davri qachon deyish mumkin, yillar so'rashingiz mumkin, kimyoga qiziqadiganlardan moddalar so'raysiz. San'at sevarlar, musiqaga oshnolardan esa albatta menimcha birinchi navbatda nota muhim hisoblanadi. Nima dedingiz aslida? Nota va ritm. Ochig'i ritm haqida bizga ozgina shug'ullanganmiz. Ritm mana shundan boshlardi bizda, oyoq bilan. Agar adashayotgan bo'lsam, to'g'rilab ketasiz. Shundan boshlanadi. Shu qo'shiqlarni keling sho'rga odamlar kiritib ketadi. Shu qo'shiqlarni eshitganimizda o'zimizda tanamiz beixtiyor shunga qo'shilib nima ketadi, ritmga tushib ketadi. Shunday ham, ya'ni agar ikki kishi bizda endi asosan o'rgatilganda o'sha oyoq harakati. Nima uchun bu? Chunki o'sha ritmni his qilish kerak. Ikkinchi odam qo'shilib keta olish kerak. Tanani moslashtirib olish kerak ekanda o'sha musiqa. Xuddi shunday. Va ikkinchisi bizda bo'lardi qarsak. Agar adashmasam, musiqa maktablari ham xuddi shunaqa o'rgatilsa kerak deb o'ylayman. Bizda musiqa maktablarida cholg'uvchilar uchun asosan metronomdan foydalaniladi. Metronomda o'zi ritm berib turiladi, keyin yana o'zlari notani sanab ijro qilishadi. Notani adashib ketmasligi uchun, saniqda adashmasligi uchun asosan oyoqda ko'proq nima qilishadi. Oyoqda ijro Oyoq etishadi. qulaydi demak. Oyoqda Qo'lga qaraganda. chalg'imaydi-da oyoqda. Hozir bizda yaxshigina bir imkon bor, akkordionimiz bor. Keling, o'sha notalarni akkordionda ijro etsak-da, qolgan ishtirokchilar o'sha nota bilan ritmga tushishni ko'rsatib bersak. Qani? Keling, bizdan ko'ra yaxshiroq tushuntirib bersangiz, teletomoshabinlarga yoki shogirdlaringizga. Demak, hozir akkordionda do major chalib berasiz. Do majorda shogirdlarimiz birgalikda qo'shilib kuylashadi. Qani ketdik. Tayyormizmi? Ketdik. Ketganlar. Do, re, mi, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Yomon emas, lekin yana bir narsani qo'shsak. Musiqiy cholg'u asboblarini barchamiz bilamiz. Ya'ni o'sha san'at maktabiga borganda ko'rgansiz, bilasiz. Hozir bir kichik o'yin tashkil qilamiz. Musiqiy cholg'u asboblarini birin-ketin aytamiz. Eng so'nggi harfiga musiqiy cholg'u asbob nomini aytish. Xo'sh. Tayyormisiz? Kimdan boshlaymiz? Imona boshlaymizmi? Xo'sh. Xo'p, stoykada keling, men mana shu mikrofonni Imonaxonga uzataman. Oxirgi harfiga. Tayyormizmi? Faqat balandroq aytamiz nomini. Qani, boshladik. Mayli. Yo, o'zimiz yordam beramiz. Qani, bilganingizcha. Musiqa cholg'u asbobi. Bittasini nomini aytamiz faqat hozircha. Doira. Xo'p, mikrofon uzatamiz. Akkordeon. Akkordeonni. Bo'ldi, mikrofon bor. Imonaga qaytaramiz mikrofonni. Nay. Nay, ye. Xo'sh, mikrofonni uzatamiz. Xo'sh. Yo'lbars deb qo'ying. Shu joyiga. Xo'sh. Ye harfiga nima bo'lishi mumkin? Farqi yo'q. Mayli sizga ham imkoniyat. Nega akkordionga nega chiqib, mayli siz ham nega ayta qoling, ko'p o'ynab qolasiz. Qanaqa cholg'u asbobi bor? Urg'ul ketishadi-ku, ikkita cho'cha bilan. Boshim nimada og'riyapti deydi? Nog'ora. Nog'ora. Xo'p, aga. Mikrofon bilan. Aga, oson-ku? Aga juda ko'p. Xo'sh. Nima bor aka?
o'ylanib qoldilar. Xo'p, oramizda kim biladi aka? A harfiga musiqiy cholg'u asbobi. Bu yerdagi o'tirgan o'quvchilarimiz asosan bular hozir hayajonda. Shuning uchun esdan chiqishyapti. Bularga an'anaviy xonandalik, akademik xonandalikda boshlang'ich sinflardan nazariy darslar o'tkazilib kelinadi. Bunda ovozni asrash, qo'shiq aytayotganda ijro jarayonida nafasni qanday boshqarish, nafasni o'sha tepa notalarga chiqqanda qanday ishlatish, qanday foydalanish shular o'rgatiladi. Cholg'u darslari bularga unchalik o'tilmaydi. Bularga qo'shimcha fortepiano cholg'ulari o'tiladi. O'zining aytayotgan qo'shiqlarini ijro qilib, chalib ijro qilishligi uchun asosan fortepiano bilan shug'ullanamiz bular. Bo'lmasam o'yinimizda Imonani olib ketib topamizmi? Imonani olib ketsak bo'ladi. Xo'sh, demak, mayli. O'yinimiz hozir shu joyda hozir tanaffusni e'lon qilamiz. Yana bir qo'shiq tinglasa. Yana bir qo'shiq. Eng so'nggi shogirdimiz kutib turibdi. Demak, Keling, sahnamizga taklif qilamiz. Markaz sizniki. qanday qo'shiq edi? Do'mbira 2. Do'mbira 2, marhamat. Meni ona yurtimni O'zbekiston deydilar. Meni ona yurtimni O'zbekiston deydilar. Uni butun jahonda Gulbuston deydilar. Uni butun jahonda Gulbuston deydilar. Ko'z tegmasin husniga, tumor bo'lib ko'ksiga. Ko'z tegmasin husniga, tumor bo'lay ko'ksiga. Do'mbiram qo'lga olayin, matni kuyga solayin. Do'mbiram qo'lga olayin, matni kuyga solayin. Bugun yurakdan jo'shib vatanimni kuylayin. Bugun yurakdan jo'shib vatanimni kuylayin. Hey, yurtima to'ylar ko'p bo'lsin, ko'p karilar jo'shorsin. Yurtima to'ylar ko'p bo'lsin, ko'p karilar jo'shorsin. Boychivorning otlariga alpomushlar bor bo'lsin. Qarchinoydek singillari sadoqatga boy bo'lsin. Do'mbiram qo'lga olayin, matni kuyga solayin. Do'mbiram qo'lga olayin, matni kuyga solayin. Bugun yurakdan jo'shib vatanimni kuylayin. Bugun yurakdan jo'shib vatanimni kuylayin. Ana daryo bo'yida Termiziy bobom yurti bor. Bobomizning hikmatli so'zi bizga madadkor. Ana daryo bo'yida Termiziy bobom yurti bor. Bobomizning hikmatli so'zi bizga madadkor. Ko'z tegmasin husniga, tumor bo'lib ko'ksiga. Ko'z tegmasin husniga, tumor bo'lay ko'ksiga. Do'mbiram qo'lga olayin, matni kuyga solayin. Do'mbiram qo'lga olayin, matni kuyga solayin. Bugun yurakdan jo'shib vatanimni kuylayin. Bugun yurakdan jo'shib vatanimni kuylayin. Ana daryo bo'yida Termiziy bobom yurti bor. Bobomizning hikmatli so'zi bizga madadkor. Ana daryo bo'yida Termiziy bobom yurti bor. Bobomizning hikmatli so'zi bizga madadkor. Ko'z tegmasin husniga, tumor bo'lib ko'ksiga. Ko'z tegmasin husniga, tumor bo'lay ko'ksiga. Do'mbiram qo'lga olayin, matni kuyga solayin. Do'mbiram qo'lga olayin, matni kuyga solayin. Bugun yurakdan jo'shib vatanimni kuylayin. Bugun yurakdan jo'shib vatanimni kuylayin. Do'mbiram qo'lga olayin, matni kuyga
Tashakkur e'tibor uchun. Shogirdlaringiz bugun davramizga o'zgacha bir fayz olib kelyapti. O'zi ham bir sho'x qo'shiqlarni tayyorlab kelgan ekansizlar, Asliddin aka. Ertalabda hammaga yaxshi. Hammamiz kayfiyat o'ynatamiz bo'lishi deb. uchun. Albatta va menimcha barchaga ma'qul bo'lyapti, ayniqsa yosh ijrochilarimiz tomonidan tayyorlab kelgan raqs qo'shiqlar tomonidan va bir narsa hozir sal xafa qilyapti. Nima ekan? Nimagadir oltinsoyliklar ko'rinmayapti guruhimizda. Oltinsoyliklar bugun aynan o'sha tuman nomidan kelgan jamoa bugun sizlarning kayfiyatingizga kayfiyat qo'shish uchun harakat qilishyapti. Yosh bo'lsa-da, tasavvur qiling, sahar soat 3 dan uyg'onib 4 da yo'lga chiqib, erta tongdan yetib kelib, kayfiyat olishyapti. Sizlar esa bor yo'g'i qo'llab-quvvatlab guruhda shunchaki yozishmalarni amalga oshirsangiz bas. Va hozir tugatgim kelmayapti-da, to'g'risi. Lekin baribir vaqt oliy hakam deydi. Avvalambor tashrif uchun minnatdorlik bildiramiz shogirdlaringizga. Eng avvalo hozir bizni tomosha qilayotgan bo'lsa, ota-onalarga minnatdorlik bildiramiz. Chunki baribir Oltinsoy bilan Termiz o'rtasi yaqin emas, anchayin uzoq. Erta tongdan siz u bizga ishonib, o'g'lini, qizini yuborgani uchun minnatdorlik bildiramiz sizlarga. Ko'rayotgan bo'lsangiz, haqiqatan ham farzandlaringiz juda ham iste'dodli va biz uchun va nafaqat bizga, balki barchaga yaxshi bir a'lo kayfiyat ulashdi deb o'ylaymiz. E'tibor uchun tashakkur. Tan olish kerak, bir sermazmun, samimiy bir suhbatning guvohi bo'ldik. Bundan tashqari bir-biridan ajoyib fayzli chiqishlaringiz bugungi ko'rsatuvimizga o'zgacha bir zavq bag'ishladi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Asliddin aka, marhamat, sizni ayni galda tomosha qilib turgan qanaqadir yaqinlaringiz bormi yoki bo'lmasam o'quvchilaringizni ota-onalari, o'zingizni qadrdonlaringizga salom, tabrik, tilozorlaringiz bo'lsa marhamat. Bugungi kun barchamizga avvalo xayrli bo'lsin. Bugungi kunda o'ylagan barcha niyatlarimizga hammamiz yetishib ko'raylik. O'quvchilarimizning ota-onalariga, hammalariga rahmatlar aytamiz. O'quvchilarimizga bundan keyingi o'qishlariga omadlar tilaymiz hammasiga. Bizning musiqa maktabimiz asosan 11-sinf 11 yoshgacha qabul qiladi-da, 7 yoshdan 11 yoshgacha qabul qiladi. Musiqa maktabini bitirganidan keyin ixtisoslashtirilgan san'at maktablariga o'qiydi. Musiqa maktabini bitirib, o'quvchilarimizga ham omad tilaymiz keyingi o'qishlarida san'atdagi eng katta yutuqlarga erishib yurishlarini tilaymiz. Rahmat deymiz, minnatdorlik bildiramiz yana bir bor e'tibor uchun, tashrif buyurganingiz uchun va shogirdlarga ham kelajakda eng yetuk o'sha katta sahnalarga chiqib, jonli ijroda qo'shiq ijro etish va albatta kelajakda mana shu qayerdansan deganda men Surxondaryodanman, Oltinsoy tumanidanman deyish nasib etsin va shu kunda ham mana shu yerda, mana shu studiyada yana takror va takror diydor ko'rish nasib etsin. Xo'p, azizlar, biz erta tongda yana bir zo'r sahifa hozirlab qo'yganmiz. Agar hali nonushta qilishga ulgurmaganlar bo'lsa, ko'rish tavsiya etilmaydi. Lekin juda ham qiziqarli sahifa. Hamkasbimiz Durdona Eshmurodova tomonidan osh festivali bo'lgan, o'sha tasvirlar tushirilgan. Ko'ramiz, necha xil osh tayyorlangan, ta'mi, mazasi barchasi haqida batafsil ma'lumot beriladi hozir. To'ppa-to'g'ri bizni bir bilasiz, jonkuyar ijodkorimiz borki, hamkasbimiz borki, bir qarasangiz oshga chiqib keladi, bir qarasangiz sumalakka chiqib keladi. O'tgan kuni Voha 24 dasturi orqali qarasam jonli bog'lanish qilyapti. Tutun shunaqa qozonni oldidan chiqyapti, ko'zlari yoshga to'la yig'ilib turib, stand-up qilib bizga jonli namoyish qilib chiqib beryaptilar. Aynan azizlar, hozir mana shunday lavhalarimizdan biriga guvoh bo'lasiz. Shunday ekan, bizdan yiroqlashmang. Marhamat.